Bugun mamlakatimizning har bir hududida hayot qaynagan. Islohotlar ko'lami keng. Har qadamda katta o'zgarishlar, yangilanishlarga guvoh bo'lamiz. Ushbu jarayonda mahalliy kengash deputatlari ham o'z faolligi bilan jamiyat ravnaqiga munosib hissa qo'shishga intilmoqdalar. Ko'rsatuvimiz qahramoni xalq deputatlari Jizzax viloyat kengashi deputati Mamat Gulboyev ham xalqning ishonchli vakili sifatida bugun yurtdoshlarimizning og'irini yengil qilish yo'lida samarali mehnat qilyapti. Deputatlik faoliyatidagi eng muhim jihat ham shu aslida. Ijodiy jamoamiz bilan Baxmal tumanida bo'lib, viloyat kengashi deputati Mamat Gulboyevning bir kunlik faoliyati qanday o'tadi, qayerlarga boradi, saylovchilarning ishonchini qay darajada oqlayapti? Shu kabi savollarimizga javob olishga harakat qildik. Mamat aka saylovchilar bilan doimiy muloqotni yo'lga qo'ygan. Mana bugun ham tumandagi umumta'lim maktablaridan birida uchrashuv tashkil qilib, xalq deputatlari Baxmal tumani kengashi hamda tuman hokimligi vakillari hamkorligida aholi murojaatlariga ijobiy yechim topish harakatida. Baxmal qishloq fuqarolar yig'ini aholisi jam bo'lgan deputat bilan uchrashuvda qishloq hududini obodonlashtirish, ichki yo'llar ta'miri, elektr energiyasi ta'minoti, bog'dorchilikni rivojlantirish kabi o'nlab masalalar yuzasidan fikr-mulohazalar bildirildi. Yo'llangan murojaatlarga ijobiy yechim topish borasida bir qancha takliflar o'rtaga tashlandi. Shundan so'ng hudud ahlini qiynab kelayotgan muammolar bilan bevosita tanishish maqsadida ko'rsatuvimiz qahramoni hududlarga yo'l oldi. Bu boradagi dastlabki o'rganish Baxmal qishloq fuqarolar yig'inini ikkiga ajratib turgan Selsoy yo'lida amalga oshirilayotgan qurilish ishlari bilan tanishishdan boshlandi. Mana shu ko'prikni qilish uzoq yillardan beri xalqimizning bir tarixiy bir arzusi edi. Biz mana shu yoqqa o'tishga nihoyatda qiynalardik. Bizga mana shu yerda badisamiz shu yoqda, mana yerda raddomlar shu yoqda, magazinlar shu yoqda, bu qishloq fuqarolar yig'ini kontoralari shu yoqda. Shunga biz juda qattiq qiynalardik. Mana bundayga yurib aylanib borish uchun 6-7 kilometr bilan borardik. Bu doira bu ertaga mana shu ko'klam vaqtida bu dahshat bilan oqadi bu. Bu mart, aprel oylargacha bu yerda katta suv sel bo'lib yotardi, xalq bu yoqqa o'tishdan mahrum edi. Viloyatimiz deputati Mamat aka Gulboyev mana shu yerga keldi. Mana tumanimizni, mana hokimimizning ma'murlari kelib turdi. Bu kishilarga ham rahmatimizni aytamiz. Xalqimiz sizlardan minnatdor. Prezidentimizdan minnatdor. 10 yil oldin deputatlarni izlab topolmasdik-da. Mana endi bugun deputatlar o'zi kelib mana shu xalqda nima muammo, qanday nima qiynalishlar bo'layapti. Buning hammasiga o'zlari yurib, mana xalqning orasida yurib, muammolarimiz juda yaxshi hal bo'ldi. Sizlarga katta rahmat aytamiz. Davlatimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Prezidentimizga omonlik, sog'lik, salomatlik tilaymiz. Xalqimiz juda xursand. Osmonimiz musaffo bo'lsin, yoshlarimiz kelajagi bundan da porloq, bundan da ziyoda bo'lsin. Bizning davlatimizga hech qachon ko'z tegmasin. Hammangizning omadingizni bersin. Allohu akbar. Mahalla oqsoqolining fikrlarini eshitdingiz. Haqiqatan ham Abay qishlog'i aholisi mana shu ko'prik orqali qishloqning narigi tomoniga o'tar ekan. Agarda sel toshqini keladigan bo'lsa, suv oqimi balandlashgani sari yoki tezlashgani sari bu yo'ldan aynan bu hududdan o'tib bo'lmas ekan. Bugun aynan deputatimizning faolligi, jonkuyarligi sabab bu hududda zamonaviy osma ko'prik qurilish jarayoniga kirishilgan. E'tiborlisi, biz ko'rsatuvimiz davomida aytib o'tgan aynan inson qadrini ulug'lash, aholi farovonligini ta'minlashda ular har doim faol va tashabbuskor bo'lsagina xalq ulardan rozi bo'ladi, ularni haqiqiy ishonchli vakil sifatida qabul qiladi degan fikrlarni aytib o'tgan edik. Aynan birgina mana shu obyekt orqali ham biz deputatimizga baho berishimiz, uning ish jarayoni, faolligini baholashimiz mumkin. E'tiborlisi, bu kabi jarayonlar hali mahallada ko'p, ya'ni deputatimiz ko'plab sohalarga kirib borgan, mahallaning muammolarini bartaraf etishda u jon-dil bilan harakat qilyapti. Bu yerdagi aholi mana yerda maktab bor, kasalxona bor, ishxonalar bor, savdo nimalar bor, shu aholi shu yerga o'tishga majbur. Demak, bu tomondagi o'sha aholi asosan markazga o'zini ehtiyojini qondirish uchun savdo shoxobchalariga bu yoqdan o'tadi. Bu yoqdan o'tadi. Hozir agarda sel kelib qoladigan bo'lsa, nima bo'ladi? Bu yoqqa 5 kilometr borib, ko'prikdan yana 5 kilometr kelish kerak mashina bilan. Endi piyodalar o'tishga ot
ulov bilan o'tishi mumkin, katta odamlar, yosh bolalar qiyin bo'ladi. Ertalab keyin navbat bilan o'tkazib qo'yiladi. Mana shuni bir deputat bo'lganim bilan bitta orzu qildim, shu yerga bir ko'prik qilib bersamidi deb, mana keyin viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga deputatlik so'rovnomasi bilan chiqdim. Ular kelib, tuman hokimligidan mutaxassislar bilan birga kelib, o'rganib ko'rishdi. Tuman hokimligi ham qo'llab-quvvatladi. Shu orqali dasturga kiritilib, mana ish boshlanib ketdi. Mana ko'prik bu yerda. Sel kelsa buni ham oqizib ketadi. Bu ham vaqtinchalik o'zi. Bu ham vaqtinchalik, ha. Suv sayoz bo'lgan paytida-da endi. Ha, bu ham asosan mana shu bahor, qish bahor oylarida bo'lib turadi. Bu sel bu yerda har yili juda katta hududdan keladi, sel bo'lib turadi. Mana endi xudo xolasa mana ishlar bo'layapti. Bu yerdan ko'prik bo'lsa, mana qaysi tomondan bo'ladi? O'tib ko'ramizmi? O'tib ko'ramiz, ha. Mana bu ko'prik o'rnida yana bir 2 oylardan keyin bir zamonaviy osma ko'prik bo'ladi. Shu mana oqsoqollarimiz aytganidek, butun mana shu yerda yashayotgan xalqning bir orzusi amalga oshib turibdi. Bugun davlatimiz rahbari bir fikrni juda ham ko'p ta'kidlayaptilar-da. Aynan qishloq infratuzilmasini yaxshilash jarayonida biz byudjetdan mablag'lar ajratyapmiz va ushbu jarayonda mahalliy kengash deputatlari pul mablag'larini to'g'ri taqsimlanishida, to'g'ri yo'naltirilishida jamoatchilik nazoratini kuchaytirishsin, ular faol bo'lishsin. Mana shunda bizning islohotlarimiz chekka qishloqlarga ham kirib boradi degan fikrni ilgari suryaptilar. Hozir aynan bu fikrlarni naqadar bir muhim ekanligi, ahamiyatli ekanligini Mamat akaning faoliyatlari bilan tanishuv jarayonida guvoh bo'lyapmiz. Demak, ko'prik mana shu tomondan tushadi. Ko'prik mana shu o'rtalikdan tushadi. O'rtacha bir kunda 200-300 nafar odam qatnasa kerak bu ko'prikdan. Qatnaydi, 200-300 odam qatnaydi. Mana shundan o'tib yotgan ertalab boyagi mana maktabda bo'ldi, o'sha yerdagi o'quvchilarning asosiy qismi mana shu yerdan o'tib boyagi 60-maktabdan shu yerga o'tishadi. Shu yerga o'tishadi-da. Asosiy tomondan ham tanishaylik. Asosiy aholi ko'pchiligi mana shu tarafdan qatnaydi. Osma ko'prik qurilishi jarayoni bilan tanishuvdan so'ng Mamat aka bizni navbatdagi manzil tomon boshladi. Ma'lum bo'lishicha, Abay qishlog'i ahlini ko'p yillik orzusi bo'lgan ichimlik suvi muammosini bartaraf etish loyihasi bir necha yil oldin to'xtab qolgan. Ko'rsatuvimiz qahramoni xalqning ishonchli vakili sifatida so'rov yo'llab, bu masalaga ham ijobiy yechim topishning uddasidan chiqqan. Mana bu yerda ichimlik suvi bilan qiyinchilik bo'lardi. 2021-yillarda mana shu chet el moliya institutlarining ko'magi bilan artezan suvni chiqarish bo'yicha loyiha qilingan. O'sha loyiha bo'yicha 4 milliard 900 million so'm pul ajratilgan. O'sha bo'yicha 5 ta quduq kavlangan. Shu quduqlardan 4 tasida suv chiqqan. Suv chiqqandan keyin markaziy turba tortilgan. Lekin undan lekin aholiga ulanmagan. Demak, markaziy tarmoq tortilib, ichki tarmoq tortilgan. Ichki tarmoq 3-bosqichdagi ish qilinmagan. O'sha bo'yicha viloyatda hech qanday mablag' yo'q deyishgandan keyin senatorga murojaat qildim. Husan Ermatovga. U kishi senatning yig'ilishida bu masalani qo'yib, o'sha yerda muhokama bo'ldi. Muhokamada Moliya vazirining o'rinbosari buni o'rganib chiqib, mablag' ajratish bo'yicha topshiriq oldi. Shundan keyin loyiha qaytadan qilinib, 15 mingga yaqin shu 3 ta mahalladagi xonadonlarga hisoblag'ichlar qo'yilib, suv chiqarish bo'yicha mablag'lar ajratilib, ish qaytadan boshlandi. Bugun qiradirliklar bag'rida joylashgan Abay qishlog'ida yashovchi aholining ko'p yillik orzusi amalga oshish arafasida. Hududga suv inshooti o'rnatildi, markaziy va ichki tarmoqlar tortildi. Tez orada elektr ta'minoti masalasi hal qilinib, ichimlik suvi har bir xonadonga kirib boradi. Suvni ko'p yillardan beri hozir kutardik. Mana prezidentimizning tashabbusi bilan, deputatlarimizning tashabbusi bilan 2020-yili boshlovdi. Shu boshlaganiga bir yil bo'ldi, mana shu to'xtab qolgan edi. Mana deputatimiz Mamat aka Gulbayevning tashabbusi mana qaytadan to'xtab qolgan ishlarni qaytadan ishga tushirdi.
ko'p yillardan beri daryolardan tosh o'chardik. Eshak bilan toshirdik. Yana shu ichimlik suvimiz yaqin kunlarda shu xalqning foydalanishiga topshirilib qolsa juda ham minnatdor bo'lardik. Mana shu mahallamiz xursand bo'lardi. Man demak mahallaga shu paytgacha mana shu Abay qishlog'ida, Abay mahallasida ichimlik suvi tarmoqlari bo'lmagan. Bo'lmagan. Bu birinchi suv inshaalloh. Bu birinchi marta bo'lishi bu. Buning uchun biz davlatimizdan minnatdormiz. Prezidentimizdan minnatdormiz. Deputatimiz mana hozir tanishib kelyapmiz-da. Mana maktabda tanishdik, muloqotda jarayonda ishtirok etdingiz. Fuqarolar fikrlarini bildirishyapti deputatlarimiz. Umuman bugun deputatlarga bildirilayotgan, yo'llanayotgan murojaatlar o'zini yechimini topyaptimi? Masalan, qishloq ahli. Albatta, mana aytyapman, bu kishilarga rahmat. Mehnatini yuzasidan chiqyapti. Mana xalqqa qo'ldan kelgan xizmatini qilyapti. Rahmat bu kishilarga. Bu suvdan tashqari mana ko'priklarimiz bo'lyapti. Ming'arima, maktablar, mana yo'l. Mana ayniqsa yo'l masalasi juda qiyin edi, suv ichish alg'isi qiyin edi. Mana yo'lga ham xudo xolasa asfalt bo'lib qoldi mahallamizning ko'p joylari. Albatta, saylovchilarning ijtimoiy manfaatlaridan kelib chiqadigan murojaat, talab va takliflarni ijobiy hal etish, muammolarga o'z vaqtida yechim topish deputatga katta mas'uliyat yuklaydi. Buni yaxshi anglagan qahramonimiz tuman kengashi hamda mahalla boshqaruvi vakillari bilan hamkorlikda har bir murojaatni hal qilishga bor e'tiborini qaratgan. Gulboyev Mamat akaning faoliyatiga bir nazar soladigan bo'lsak, u kishi har doim saylovchilar bilan tez-tez uchrashib, ularning muammolarini ijro organlariga yetkazib, muammolarni hal qilmoqda. Misol uchun 14-maktabda ichimlik suvi ancha vaqtdan beri muammo edi. Ana o'shani yechishda o'zining faolligini ko'rsatib, mana shu hozirgi kunda maktab to'liq ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Bundan tashqari mana shu kasalxonalarga zamonaviy asbob uskunalarning keltirilishiga hissasini qo'shdi. Bir so'z bilan aytganda, hozirgi kunda deputatlarimiz Oliy Majlis Senati a'zosi yoki Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, xalq deputatlari, viloyat kengashi deputatlari va tuman kengashi hamkorlikda xalqning muammolarini o'rganib, birgalikda yechishga harakat qilmoqdamiz. Mana shu deputatlarimizning faolligini oshganligida biz mana shu deputatlarimizning faoliyatida ko'rsak bo'ladi. Ular hozirgi kunda saylovchilar bilan bo'layotgan uchrashuvlarda ular o'zlarining aniq taklif, mulohazalarini olib, dasturlarga kiritishga, investitsiya dasturlarini shakllantirishda o'zlarining takliflarini aytib va ularni amalga oshirish uchun ham nazorat qilmoqda. Mamat aka Gulboyevga katta rahmat aytmoqchiman. O'zim nomidan, qolaversa xalqimiz nomidan bizlarga katta yordam qilgani Oliy Majlis huzuridagi grant fondda o'ynab grantdan pul yutib olish biz bilmas edik. Masalan, men mahalla raisi bo'lsam, buni bilmas edim. Ana shunday yo'l borligini Mamat aka Gulboyev tushuntirdi. Biz o'sha loyihaga qatnashdik, o'zimiz muammomizni qo'ydikda 170 million yutib oldik. 170 million yutib olib, o'shanga oilaviy poliklinikamizga qondan analiz olib 34 xil kasallikni aniqlab beradigan jihoz, laboratoriya jihozini olib keldik. Joylashtirdik. Hozirgi kunda xalqimiz foydalanyapti. Tuman markazimizga yoki viloyatga markazga borib o'tirmasa, shu yerning o'zida masalasini yechilib, kasalligini diagnozini qo'yilib, davolanib, xursand xalqimiz. Siz tasvirda ko'rib turgan mo'jaz tikuvchilik sexi ham ko'rsatuvimiz qahramonining yordami bilan faoliyatini boshlagan. Xotin-qizlarning hunar egallashi hamda daromad olishiga ko'maklashayotgan bu sexda ayni paytda ishlar qizg'in davom etyapti. Deputatimiz Mamat aka Gulboyevni bizga yordamlari bilan ushbu tikuv seximizni ishga tushirdik. Tikuvxonamiz 10 ta mashinka bilan jihozlandi. Mashinka stollari, hamma narsa jihozlar berildi. Mahallamizni rivojlanishiga hissa qo'shdi o'zlari. Ishsiz ayollar ish bilan ta'minlandi. 4 milliongacha oylik ola oladi har bittasi. Yaxshi uyiga yordam, o'zlariga yordam, hunar o'rganyapti o'quvchilar. Maktab bor yonimizda, 16-umumtal maktabi. Maktabning 11-sinf, 10-sinf o'quvchilari har biri amaliy darslar o'tyapti. Haftada bir kun qo'yganmiz. Juma kuni
Soat 1dan soat 2gacha, 3gacha o'quvchilar hunar o'rganadi. Bundan tashqari bizga yaqin joylardagi katta sexlar bilan shartnoma tuzmoqchimiz. Ulardan kelayotgan bichilgan tovarlarni qadoqlash variantigacha tayyorlab yetkazib berishni yo'lga qo'ymoqchimiz. Bu ham daromadni oshirishga hissa qo'shadi. Shu o'rinda deputatimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz bizga yordam berganligi uchun. Ular yordami bilan shuncha xotin-qizlar, ayollar ishli bo'ldi, daromadga chiqdi har bittasi. Masalan, o'quvchilarimiz kelib hunar o'rganishni chekka hududlarga borib o'rganmaydi, shaharlarga borib o'rganmaydi, o'zimizdan o'rganadi hammasini. Baxmal qishloq fuqarolar yig'ini hududida joylashgan 14-umumiy o'rta ta'lim maktabiga keldik. Ta'lim sifati hamda o'qituvchi va o'quvchilarning erishayotgan yutuqlari bilan nafaqat tumanda, balki viloyatda ham namuna bo'lib kelayotgan bu ta'lim muassasasini bir muammo qiynab kelardi. Mamat akaning faolligi natijasida ushbu masalaga ham ijobiy yechim topildi. 14-maktab Oyqor mahallasida joylashgan bo'lib, bu yerda bir uchrashuvga kelganimizda aholi tomonidan murojaatlar bo'ldi. Maktabda ichimlik suvi yo'qligi, hozirdan qish payti suv oriqlarda oqib turibdi, lekin erta mayga borgandan keyin bu suv to'xtab qolar ekan. Senat huzuridagi jamoat fondining rahbari Otabek Husanov viloyatga kelganda o'shaga murojaat qilib, mana shu yerda muammo bor, shunga bir amaliy yordam berishni so'raganimizda o'sha o'zi kelib ko'rib, haqiqatan bu shunaqangi bir zamonaviy tipda qurilgan maktabda suv bo'lmasligi bu hozirgi talab, hozirgi zamon talabiga javob bermaydi deb mana shu yerga loyiha kiritib, shu asosida 150 million pul berildi. Mana shu pulga 200 metr artizan qozilib, suv chiqarildi. Suv chiqarildi, ichimlik suvi. Bu suvdan bu maktab foydalanish mumkin. Mana yonida bog'cha bor, bog'cha ham foydalanish mumkin. Qo'shimchasiga hozir ham maktab uchun, ham maktabgacha ta'lim tashkiloti uchun. Ko'ramizmi o'sha joyda ham? Qani? Ko'ramiz. Assalomu alaykum. Yaxshi, sog'lik. Mana bu kishi maktab rahbari Nosir aka. Nosir aka? Bu maktabga suv chiqibdi, muammo hal bo'libdi, bir tanishgani keldik. Rahmat. Qani boshlang. Bir 4,5 kilometr joydan buloqdan suv tortib keldik. Bu ham oxirgi vaqtlar suv kamayib ketib, suv chiqmay qoladigan yozlarda qiynalib qoldik. Keyin mana yerdan tushsak bo'ladi. Keyin mana Mamat akaga iltimos qildik, mana artizanga qazishga bir bel bog'latdi. Shu artizanni bu yil kuzda chiqarib berdi. O'tgan shu 25-yil kuzida. Bu maktabning o'zini bog'i ham bormi deyman? Ha, mana shu o'zimiz ekkanmiz. Mana yerga bir 600 ta yangi ko'chat ekkanmiz. Ha, bu eskilari endi hozir effekt bermay qo'ydi. Endi bularni oldirib, mana bu yerga bir 5000 terak ekdik o'tgan yili. Endi bularga suv kerak. Mamat akani bir yordam bilan mana shu artizan chiqib qoldi. Endi bemalol bo'lib qoldi. Mana daraxt ham ko'kartish endi bemalol bo'ladi, xudo xolasa. Hudud yanada obodonlashadi. Obod bo'lishiga hissasi bo'ladi. Bu suvsiz bu hayotni tasavvur qilib bo'lmaydi-ku. Deputatimiz Mamat aka Gulboyevni sa'y-harakati bilan endi bugungi kunda issiqlik tizimida ozgina kamchiligimiz bor-da. Endi bu juda bir katta muammo emas. Endi buni yechsa bo'ladi. Mana Mamat aka bu yerda hozir kelib qolganidan bir fursatdan foydalanib deputatimizni bir iltimos qilardim. Shu tuman hokimligi mana shu maktab ta'lim bo'limlari bilan hamkorlikda yordamingiz bo'lsa-da, qo'llab yuborsalaringiz. Ko'mirda muammo yo'q, qozonxonalarimizda muammo yo'q, pechlar yangi, faqat batareykamiz hozirgi zamon talabiga javob bermaydi. Uning ustiga keyin mana sinfxonalarimiz katta xonaga ikkitagina mana qo'lbola turba qo'yilib ketilganda, endi bu qurilish jarayonida bo'lingan narsa bu. Boyagi bino qurilganda bo'lgan narsa. Shu batareykalardan olishda yoki shu almashtirishda shu amaliy yordam bersalaringiz.
Xalq deputatlari Jizzax viloyat kengashi deputati Mamat Gulboyevning bir kunlik faoliyati bilan tanishar ekanmiz, bir jihat e'tiborimizni tortdi. Qahramonimiz bilan borgan har bir hududimizda aholi deputatga hudud rivoji uchun muhim bo'lgan masalalarda taklif yo'llayapti. Bir qancha tashabbuslarni bildiryapti. Umuman olganda, saylovchilar deputatni o'zining ishonchli vakili sifatida ko'ryapti. Davlat bilan xalq o'rtasidagi mustahkam ko'prik ekanligiga ishonyapti. Biz ham ko'rsatuvimiz qahramoni bundan ruhlanib, zimmasidagi mas'uliyatli vazifani sharaf bilan ado etishiga umid qilamiz.